Assalomu alaykum, Tuline klinikamizning aziz va hurmatli kuzatuvchilari. Men Mahfuza Muhsinovna, reproduktolog o'zi shifokori. Sizlarga bugun inseminatsiya va ekoni bir-biridan farqlari va qachon eko qilishimiz kerak, qachon inseminatsiya qilishimiz kerak, shular to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'taman. Savollaringiz bo'lsa, direktimizga yozsangiz yoki kommentariyaga yozsangiz, albatta javob berib ketamiz. Xo'p, inseminatsiya nima degani? Inseminatsiya bu tabiiy usul, eko sun'iy usul. Masalan, sizda bir necha yillik bepushtlik bor, inseminatsiya haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagansiz yoki sizga uzil-kesil hech qaysi bir ginekolog sizga aytishmagan buni, inseminatsiyani. Va sizda bir necha yillik bepushtlik kuzatildi, albatta borishingiz kerak siz reproduktologga. Ya'ni aynan bepushtlik bilan shug'ullanadigan mutaxassisga. Chunki reproduktolog sizni umumiy holatingizdan kelib chiqqan holatda, bachadon va tuxumdonlaringiz, spermogrammadagi o'zgarishlar holatiga qarab, turbani o'tkazuvchanlik bor yoki yo'qligiga qarab, sizga to'g'ri tanlovni berishadi. Endi keling sizlarga inseminatsiya to'g'risida ma'lumotlar berib o'tsam. Agar sizda mana har doim aytganimdek homiladorlik bo'lish uchun 4 ta faktor yetarli deb, ya'ni tabiiy homila bo'lish uchun. Ulardan birinchisi sperma, ya'ni urug', ikkinchisi chiroyli bachadon va endometriy qavati, chiroyli endometriy qavati. Va keyingisi uchrashuv maydoni, ya'ni turbalar va keyingisi 4-faktorimiz bu tuxumdonlar. Tuxumdonda chiroyli yetilib kelayotgan follikulimiz. Agar sizda follikullaringiz sifatli yetilmasa, sizda aytaylik multifollikulyarli яичник, anovulyatorniy sikldasiz, ovulyatsiya bo'lmaydi. Bu paytda ham sizda tabiiy homiladorlik kuzatilmaydi. Aytaylik, hammasi joyida, hammasi normada. Follikulingiz yetilib yorilyapti, endometriyimiz ham chiroyli. Lekin shunaqa juftliklarimiz borki, даже 3 yildan beri lichina olishadi, biror marta bachadon naylarini o'tkazuvchanlikni tekshirishmagan. Va yaqinda bitta bemorimiz kelishdi, ayolimiz 3,5 yillik birlamchi bepushtlik va turbalar tekshirilmagan. Hammasi joyida aytadi o'zi ham, xo'jayinimda hammasi yaxshi, menda hammasi yaxshi, nega homilador bo'lmayapman? Har oyda ovulyatsiya bo'laman. Men bittagina savol, turbangizni tekshirtirganmisiz desam, yo'q deyishdi. Aynan o'sha ayolimizda ikki taraflama turbalarni o'tkazmasligi aniqlangan. Va ular doktorlarga aytishganda, sen tug'magan ayolsan, senda qanday qilib turba yopilib qolishi mumkin degan savollarni ham dash berishgan. Demoqchiman, noto'g'ri tushunchalar ham bo'lishi mumkin. Va aytganimdek, urug' va tuxum hujayrani bir-biri bilan urug'lanib, o'sha joyda uchrashuv sodir bo'lishi uchun albatta bachadon naylari ochiq bo'lishi kerak. Va shu o'rinda inseminatsiyaga ham ikkita bachadon nayi ochiq bo'lsa yoki bo'lmasa bitta bachadon nayi ochiq bo'lsa ham yetarli. O'sha taraflama follikul o'sib yetilib yorilishi kerak. Shunday qilib bizga 4 ta faktor, aytganimdek tabiiy usulga 4 ta faktorlar kerak bo'ladi. Endi inseminatsiya tabiiy usul, lekin reproduktologiyani уже sekin chuqurlashib ichiga kiradigan usullardan biri. Endi inseminatsiyada nima qilinadi? Sizda masalan xo'jayiningizda aktivligi kamroq, juftligimizda aktivligi kamroq bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam follikul tabiiy o'zi yetilib yorilishi qiyin. Turmushlariga masalan 2 yil to'ldi. Bu usulda 1 yil to'lgandan keyin уже taklif qilishimiz kerak. Endi bizga ko'proq bepushtliklar keladi. Masalan 2 yil to'ldi yoki 1,5 yil bo'ldi. Ularga biz inseminatsiya usulini taklif qilamiz. Birinchi siklda sizga inseminatsiya qilish ehtimolligi 10-20% ga teng. Agar sizda qayta inseminatsiya qilinsa, birinchi siklda sizda o'xshamadi, qayta sizda inseminatsiya qilinsa, buni foizi ortadi. Masalan, inseminatsiya 3-6 sikl qilinishi mumkin. Xuddi shunday 30-40 gacha bo'lishi mumkin. Bunda o'zi inseminatsiya nima degani? Inseminatsiyada o'sha sizni xo'jayiningiz kelishadi, siklda o'rtasida, ya'ni ovulyatsiya bo'lmasidan oldin sizga bitta tuxumdondagi bitta tuxum hujayramiz, ikkita tuxum hujayra, ikkita va undan ortiq, ikkita yoki 3 ta bo'lishi kerak, 4 ta, 5 ta bo'lsa inseminatsiya отказ qilinadi. Ya'ni to'xtatiladi.
Sizda ikkitadan tuxum hujayra o'stiriladi va xo'jayiningiz ovulyatsiyadan o'sha bir kun oldin, ovulyatsiya bo'lishidan oldin kelib o'sha inseminatsiya kuni urug' topshirishadi. Urug' qanday qilinadi? Urug' maxsus laboratoriyada embriolog tarafidan urug'imiz xuddiki hali nima deydi? Qaymoqni ajratgandek, sutdan qaymoqni ajratgandek eng saralari, eng aktivlari terib olinadi va maxsus kateterda biz bachadonni ichiga uni yuboramiz. Hech qanday narkoz va og'riqlarsiz va inseminatsiyaga kelgan ayolimiz qovuqlarni to'ldirgan holatda bo'lishi kerak. Chunki biz har doim qovug'ingizni bo'shating o'zi qilishdan oldin desak, aynan inseminatsiyada qovuqlar to'liq holatda bo'lishi kerak. Va bunda ikkita shifokorimiz va bitta hamshiramiz ishtirok etishadi. Inseminatsiya qilayotgan vrachimiz bachadonni ichiga urug'ni yuborishsa, bu yoqda UZI orqali bachadonni ichiga yuborilgan urug'ni ayolimiz bemalol UZI orqali ko'rishadi. Bunda ikkinchi doktorimiz UZIda turib berishadi. Va inseminatsiya qilingandan keyin 14 kunga biz ularga homila bo'lsa homila yopishishga yordam beradigan preparatlar buyuramiz. Inseminatsiyadan 14 kun keyin homiladorlik kuzatilgan bo'lsa, albatta qabulga kelishlari shart. Agar sizda homiladorlik kuzatilmadi, masalan inseminatsiyadan keyin va yana bir necha marta inseminatsiya qilishni taklif qilamiz, lekin juda ko'pchilik bizga har oy test qilaman, har oy manfiy natija, bu stresslardan charchaganman, o'sha bir marta inseminatsiya qilib, keyin ekoga o'tay deyishadi va keyingi usulimiz bizda IVF, ya'ni sun'iy urug'lantirish tashqarida bo'ladigan usul, ya'ni eko, ekstrakorporal urug'lantirish. Bu nima degani? Inseminatsiyadan farqi. Birinchisi, inseminatsiyadan qimmatroq usul. Inseminatsiyada bir ikkita hali nima deydi, suvni tomchisidek sizga gormonal preparatlar berilsa, ekoda bir necha marotaba ko'p gormonal preparatlar qilinadi va foiz ehtimoligi ham yuqori inseminatsiyadan. Masalan, inseminatsiyaga 10-20% bersak, bunga sizni yoshingizdan, sizni necha yillik bezovta qilganidan va siz umumiy holatingizdan kelib chiqib foiz qo'yiladi. 40, 60, 70% gacha. Agar sizni yoshingiz masalan yosh bo'ladigan bo'lsa, 25-30 yoshli bo'lsa 40-60% gacha. Agar siz yoshingiz kattalashgan bo'lsa, o'sha 35 yoshdan kattalarda va tuxumdon zaxirasi kam, urug' sifati yaxshi emas, bu juftliklarimizda foiz ehtimolligi kamayib boradi. Shuning uchun biz aytamiz juftliklarga, 2 yil kutdingiz, 3 yil kutdingiz, уже sizda har yil kutgandan keyin stress hisobiga, asabiylashish, yoshlik kattalashi hisobiga sizni tuxum hujayrangiz o'tgan yilgidek chiroyli zaxira to'la turmaydi. Tuxum hujayra bu kamayadigan jarayon. Masalan, biz tuxum hujayrani kamayishini oldini olish uchun sport bilan shug'ullaning, pitaniyaga rioya qiling, yaxshi uxlang deb qayta-qayta aytamiz va bu aynan shu narsalar sizni tuxumdon zaxirangizni kamaymasligiga, sal o'sha holatda turishiga yordam beradi. Lekin u kamaygandan keyin biz uni orttirishimiz juda ham qiyin jarayon. Shuning uchun yillar, 10 yil, 20 yil даже kutishni umuman kerak yo'q. Harakat qilishimiz kerak ekoga. Va eko qanday tartibda amalga oshiriladi, shu to'g'risida ham aytib o'taman. Masalan, juftligimiz bir necha yillik juftlik bo'lib keldi. Masalan, aytaylik, ikkita uchrashuv joyi yo'q. Aytganimdek, o'sha boshda aytganim 4 ta faktor, bittasi uzildi. O'sha homiladorlik tabiiy usulda bo'lmaydi. Va ikkita uchrashuv maydoni yopiq bo'lgandan keyin uni qaytib ochishdi va qayta-qayta gidrotubatsiya, qayta-qayta laparoskopiya qilishdi imkoni ham yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, uni sizga taklif ham qilmayman. Endi ayrim vaziyatlarimizda to'g'ri mo'jiza yuz berib, turbalar o'tkazuvchalik yo'q paytda ham homilador bo'lib qolgan ayollarimiz bor. Lekin laparoskopiya usulda turba ochilgandan keyin qayta yopilib qolish ehtimolligi juda ham yuqori. Va turba yopiq bo'lgandan keyin sizga eng to'g'ri yo'l bu sizga eko usuli. Chunki menda juda ko'p bemorlarim, ayollarim bor. Qayta-qayta turba ochgizgan, boshida kelishgan, sizga eko qilamiz deganimda ham 1 yil yo'qolib ketishadi-da, 2-3 marta borib turbasini ochirib, qaytib kelib eko qilgizib, Allohga shukr, shiringina bolajonni bag'riga bosganlar ham bor. Shuning uchun уже sizda ikkita taraflama uchrashuv yo'li yopiq, eko boshlandi.
hayzingizni ikkinchi kunigacha siz qiladigan ishlaringiz bir nechalik. Ya'ni o'sha bizga Minzdraft tarafidan berilgan analizlar ro'yxati bor. Ayol ham, erkak ham sog'lom, ikki juft sog'lom va ulardan bizda sifatli embrion hosil qilishimiz, ya'ni sifatli urug', sifatli tuxum hujayradan sifatli embrion hosil bo'lish ehtimolligi juda yuqori bo'lgani uchun analizlardan, tekshiruvlardan o'tishimiz kerak. Har bitta mana shu o'tgandan keyin sizni sog'lig'ingiz shu ekoga ertaga mos keladimi yoki yo'q. Birdaniga sizni ekoga ola olmasligimiz ham mumkin. 1 oy yoki 2 oy shug'ullangandan keyin o'xshashlik ehtimolligi, ya'ni homilador bo'ldingiz, bo'ldi endi siz ketdingiz emas. Sizdagi o'sha 9 oylik sizni bolajoningizni esal omon bag'ringizga bosishingiz bizda eng top nuqtamizdan biri. Chunki bizda tezda ikkita chiziq chiqdi, bo'ldi endi bu yog'iga emas, uje bag'ringizga bosib olguningizgacha 9 oylik homiladorlik nazoratimiz bor. Va shuning uchun ekoda o'sha analizlar topshirishdan oldin ham sizni umumiy holatingiz, gamma-sistein holati, ferritin, buqog'izni holati qanaqa, hammasi tekshiriladi. Hammasi zo'r, uje ekoga olindingiz. Eko 4 ta, sizga umumiy aytadigan bo'lsam 4 ta bosqich. Birinchisi o'sha stimulyatsiya bosqichini o'zi bir necha bosqichdan iborat. Hayzingiz ikkinchi kunida keldi, sizga dori ukollar yordamida 10-15 kun davomida, ayrimlarda 17-kunigacha sizga gormonal ukollar beriladi. Follikulingiz o'sadi, yetiladi va eng o'sha bizda o'zimizda reproduktologik jihatdan tuxum hujayra yetilgan paytda sizda punksiya amaliyoti amalga oshiriladi. Inseminatsiyadan farqi, punksiya bu yerda narkoz ostida bo'ladi. Ya'ni sizni ikkita tuxum donangizdan tuxum hujayralar narkoz ostida terib olinadi. Olingan tuxum hujayralar 5 kunga embriolog nazorati ostida o'sha u yog'iga xo'jayingiz urug'i bilan urug'lantirishga qo'yiladi. 5 kun davomida hech kim u yog'iga Alloh sizda embrionlar hosil bo'lishini biz ham embriolog ham aralasha olmaydi. Xullas, sumalayda ustini yopib qo'ygandek, xuddi shunaqa pishish jarayonidek embrionlar hosil bo'lishi kutiladi. Sizga bir hafta davomida sizda shuncha embrion hosil bo'ldi, shunaqa sifatli deb aytiladi va hosil bo'lgan embrionni sizda holatingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, endometriya qavati, bachadoningizda adenomioz yo'qmi, bu holatlarga qarab turib, keyingi siklda hayzingizda ovulyatsiya bosqichidan o'tgandan keyin hayzda 17, 18, 20-21 kunigacha transfer amaliyoti amalga oshiriladi. Va transfer amaliyoti amalga oshirilgandan keyin 10 kun davomida, 10-12 kun davomida HGCda testda chiqishi kutiladi. U yog'iga sizni tabriklaymiz. Sizda homiladorlik va siz 9 oylik nazoratga olinasiz. Asosan farqi va sizlarga mana bu chiroyli oddiy usuldagi kartinani ko'rsatib o'taman. Birinchisida shu mana aytganimdek inseminatsiya usuli. Inseminatsiya usulida bizda maxsus follikul o'siladi, mana o'stirildi. Follikul o'stirilgandan keyin, masalan, bu chap taraflama o'sdi va shu taraflama turbanaylarimiz ochiq va biz maxsus kateter yordamida mana bachadonni ichiga, bo'shlig'iga spermani quyib qo'ydik va urug'lanish jarayoni tabiiy usulda sodir bo'ladi. Va ekoda farqi, ekoda mana tuxum hujayra punksiya usulida, o'sha birinchi usul deganim, punksiya usulida terib olinadi va probirkalarda u tortib olinib, u yog'iga urug'lanish tashqarida sodir bo'ladi. Aytganimdek, o'sha 5 kunda urug'lanish sodir bo'ldi, hosil bo'lgan embrionni biz mana bachadonni ichiga ekamiz. Bu usul mana to'g'ridan to'g'ri bachadonni ichiga ekilgan, mana embrioncha bachadonni ichiga ekildi. Bu usul eko usul deyiladi. Ikkalasi bir-biridan shunaqa holatda bir-biridan farq qilinadi. Agar sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bizni albatta ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling. Chiroyli ikki chiziqni sizlarga tilab qolaman.